Amerikada uylar. Mana shu nuqtada hammasi ko'rinib turganligi uchun mana shu yerdan boshlaymiz. Demak, yangi uylarni qurish uchun avval yer hudud tanlanadi. Mana misol uchun mana shu katta hudud community deyiladi, mahallaga o'xshagan narsa. Uy tanlanadi, yer tanlanadi va yerning loyihasi tuziladi. Bu yerda nechta xonadon bo'ladi, uylar qayerga qaragan bo'ladi, hamma asfalt qayerda, ko'cha nomi, даже uy raqamlarigacha belgilanadi. Ana undan keyin kommunikatsiya, ya'ni internet, elektr energiyasi, suv, kanalizatsiya, asfalt, drenaj tizimi hamda pojarniy gidrantlar xavfsizlik uchun hammasi birdaniga tayyorlanadi. Tayyorlangandan keyin yerlar sotuvga qo'yiladi. Misol uchun bizning vaziyatda bu yer sotiladi va mana bu yer ham sotiladi. Qolganlari sotilgan va uylar bitiryapti. Quruvchi kompaniyalar kommunistlar bilan shartnoma qiladi va uy qurishni boshlaydi. Mijoz birinchi navbatda yerni tanlab, loyihani kompaniya bilan kelishadi. Undan keyin poydevor quruvchilar keladi. Poydevor quruvchilar poydevor, ya'ni betonni qurishadi. Undan keyin mana yog'och ustalari kelib, yog'ochdan uy tikalashadi. Fasadchilar, tomchilar, elektr energiyasi, kanalizatsiya, dizayn, landshaft hammasi uylarni sekin bosqichma-bosqich bitirishni boshlashadi. Oxiridagi bosqich landshaft dizaynlar kelishadi. Daraxtlar ekilib, gazonlar sug'orilib, uyni tayyor holatga keltirishadi. Bu xonadonda yashovchilar faqat bu xonadonda yashashadi xolos. Shunchaki yashashlari kerak. Gazonlar, tashqaridagi gazonlar, landshaft o'simliklari kompaniya tomonidan qoplab beriladi. Ko'cha chiroqlari, drenaj sistemalar, asfaltlar kompaniya tomonidan doimiy ravishda qarab ta'minlab turiladi. Shu Amerikada xuddi shunday shu tarzda ishlaydi. Ko'rinib turgandek xonadon dizaynlari, tashqi dizaynlar har xil, bularning ichki dizaynlari ham har xil. Bu mijozning talabiga va xohishiga qarab quriladi. 2 qavatlik, 1 qavatlik, misol uchun mansardli uylar har biri mijozning talabiga va xohishiga qarab tayyorlanadi, tashqaridagi landshaft o'simliklarigacha. Bu xonadonlar hali, ya'ni sotuvda bo'lgan jarayonda o'zi pochta raqami, ya'ni uy raqami mavjud bo'ladi. Ya'ni kartadan, Google kartalaridan ko'rinadigan darajada bo'ladi. Bu uylar asosan kredit, ipoteka krediti asosida sotiladi. Mijozlarga o'sha ipoteka bank tomonidan ipotekalar ajratilib, tayyor holatida sotiladi.